o'sha YouTube monetizatsiyasi O'zbekistonda o'chirilgan, ya'ni ishlamaydi. Shu haqida avval ham siz bilan gaplashgan edik. O'zbekistonda monetizatsiyani yoqish Google va YouTube uchun juda foydali bo'ladi degan fikrga shaxsan qo'shilaman. O'zbek xalq bilan hamkorlik uchun tayyorman. Sizlarga manfaatli, qiziq va foydali kontentlar ulashda davom etamiz. Bugun ham sizlarga maxsus intervyuni taqdim etmoqchimiz. Bugungi suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Jonatan Henik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalo bizga intervyu berishga rozi bo'lganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Savolim YouTube monetizatsiyasi bilan bog'liq. Bu savolni jurnalist bo'lganimiz uchun juda ko'p ko'tarishadi, ko'p bu haqida gapirishadi, chunki o'sha YouTube monetizatsiyasi O'zbekistonda o'chirilgan, ya'ni ishlamaydi. Shu haqida avval ham siz bilan gaplashgan edik, sizga iltimos qilgan edik, gaplashib ko'rish masalasini. Shu savolni yana ko'tarmoqchimiz. Imkoniyatlar qanaqa darajada? YouTube masalasiga kelsak, O'zbekistonda monetizatsiyani yoqish Google va YouTube uchun juda foydali bo'ladi degan fikrga shaxsan qo'shilaman. Jurnalistlar internetga joylashtirgan kontentdan qo'shimcha daromad olishi imkoniyati yaratilsa, bu holat barqaror, mustaqil jurnalistika rivojiga hissa qo'shadi deb o'ylayman. Suhbatlarimiz natijasida men shaxsan Google va YouTube rahbariyatiga murojaat qilib, monetizatsiyani yoqish jarayonini tezlashtirishni so'radim. Biroq bu qaror oxir-oqibat AQShdagi mazkur xususiy kompaniyalar tomonidan qabul qilinadi. Biz ular bilan ishlashni davom ettiramiz va imkon qadar tezroq harakat qilishga undaymiz. Rahmat, avvalo mana shu iltimosimizni yetkazganingiz uchun va gaplashganingiz uchun. Umid qilamizki, bizda ijobiy javob bo'ladi. Balki o'zbekcha ham aytib qo'yishingiz mumkin, so'zlaringiz bo'lsa. Yaxshi, men juda mamnunman va önümüzdeki yıl davomida ham O'zbek hukumat bilan, ham O'zbek xalq bilan hamkorlik uchun tayyorman. Katta rahmat javoblaringiz uchun va ajratgan vaqtingiz uchun. Katta rahmat.